Kimdir musofirdan ko'radi aka, kimdir yosh katta odamdan ko'radi. Olayotgan qo'yi qandayligini bilib olsin-da aka, to'g'risi gap. Aka, Hozir. obunachilar mana qo'zi hali tish yorishiga yana bir qo'yanish aka. Hali tish yorishiga obunachilar yana bir 3 oy bor, xudo xolasa. Aytayim, bitta gap kelib qoldi. Hamma qo'yingiz bor-ku, bitta odamga shuni qo'shib berasizmi? Sanjarbek, bundan kattasini qo'shib beraman. Voy, kamsiz yo. Buni o'zi bitta obunachiga 3 million so'm. Bu 3 million so'm. Albatta, keyingi partiyamizga qanaqasini aka? Sariqlardan aka. Kamsiz yo, keyingi partiyamizdan sariqdan o'tib beraveramiz. Ammo o'tkazib yormasdan ko'ryapsizlarmi? Bittadan like bosib, kommentarga yozib qo'yish esdan chiqmasa obunachilar. Ammo obuna ham bo'lib qo'yinglar. Assalomu alaykum, Muhammad Uz kanalining obunachilari va YouTube'da bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalarimiz kanalimiz a'zolari. Sizlarning Muhammad Uz kanalimda ko'rib turganimdan yana bir bag'oyatda xursandman. Lekin bosayotgan like'laringdan, yozayotgan kommentariyalaringdan Alloh rozi bo'lsin deya 2026-yil 16-aprel juma ayyomi hammalaringga fayzli va barakotli bo'lsin deya bugun biz videolarimizni boshladik. Bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha mashhur optimchilar, arzonchilar yig'ilgan saroyda ham kimnikida? O'sha saroy degan yozuv bor joyga yetib kelganmiz mana obunachilar. Saroy degan yozuv bor joyga yetib kelganmiz. Bu yerda Dostonbek akam qo'zilarni zo'rini olib kelib xalqimizga ulashtiribdilar. Qani assalomu alaykum Dostonbek aka. Juma ayyom hammalaringga muborak bo'lsin. Yaxshi zo'r qo'ylarni olib kelganmiz. Kommentariyaga yozib Klas bosib turinglar, obunachilar. Ko'ringlar. Gapsiz yo'q. Dostonbek aka, saroy degan yozuv bor-ku. Mendan ko'pchilik so'radi aka. Saroy degan yozuv nima sababdan yozilgan deyishadi-da. Buni obunachilar, bizni qidirayotgan klientlarimiz, masalan, qo'y qidirgan odamlar uchun asobi yozilgan. Shu sheyga kelishsa ko'zlari tushadi. Demak, sheyda qo'y arzon ekan deydi. Ya gapsiz yo'q, tezga rahmat aka, obunachilar. Dostonbek akamning mashq qo'rasi, mini qo'y fermalariga kelsalaring, Dostonbek akamning qo'ylar hamisha arzon bo'lgan. Zo'rini arzon qilib berayotgan Dostonbek akam bo'lar. Hozir trendda deyman-ku, bekarga emas. Chunki yaxshi qo'y olib kelib sotayotgan inson bo'lsa, hattasiga aylantiraveradi-da. Olgan inson ham baraka topaveradi, sotgan inson ham baraka topaveradi. Chunki nimaga? Arzon qo'yyaptimi? Bozorda narxidan 200 ming, 300 ming, 400 minggacha arzon beryaptimi? Liniyasi toza qo'yib kelyaptimi? Значит, olgan inson baraka topaveradi, to'g'risi gap. Asosiysi sog'lik, salomatliklari joyida qo'yib olib kelib soting, baraka topaverasiz. Bir hafta yeb ichishga kafolati bor. Dostonbekga bir gap aytaymi? Qo'yda aka 50 millionga olsa ham, 10 millionga olsa ham bor, 10 millionga olsa ham yemasa qiyin aka. 1 millionga olsa ham bor, 1 millionga olsa ham qarang, araq bo'lsa ham o'zgarib ketadi-da. Odam qachon foyda qiladi aytaymi? Qachon foydadaman deydi aytaymi? Zo'r qo'ydi bor-ku. Yeydigan qo'ydi shuni olib turib, olib ketib, ne yeyishini tomosha qilgan inson bo'lsa, foydada hamisha aka. Bu ana shu partiya, mana shu partiya. Gapsiz tezga rahmat aka. Yeyishsa bo'ldi, yeydi. Obunachilar, Dostonbek ham ko'p maqtab berdik, hali narx. Yo'q, yemini yegan ekan, ko'rdik. Obunachilar ko'p maqtab berdik. Endi Dostonbek aka bu qo'chqorlar to'g'risida ma'lumot berib boravering aka, xalqimizga aka. Pulini ham oxirida kelishtirib aytasiz aka. Dostonbek aka soni nechta aka bu yerda aka? 11 ta sanjar. Soniga 11 bosh. Bari qo'chqor. Sog'lig'i yo'q. Sog'lig'i yo'q. Bari qo'chqor. Bari qo'chqor. Xo'p, aka, bularda yuz ko'rinishidan endi obunachilar men realni tepasi turibman. Tepasi turibman. Endi mana obunachilar, bular hali qo'zi dedilar mana. Qo'chqorning yuzi. Mana obunachilar Qo'chqorning yuziga qarasangiz ham o'zi aytadi. Qo'zi aka hammasi. Lekin aka qo'zi-yu aka choni qo'chqor ham aka. Na qo'llar qaydan olib kelasizdan so'raman deb o'tkazib so'radim. Aka gapsiz yo'q. Lekin sotibsiz eshitdim. Ayrim obunachilar bizda hapa bo'lishyapti ekan, ming bor uzr. Donami, ikki kishi bitta olsa ham sotaveraman. Obunachilar gapsiz yo'q. Bitta olganga ham, bitta olganga ham telefon qilsa ishlarni bitiraverasiz. Dostonbek aka, obunachilar mana hozir ya'ni Qur'onning tepasida turibman. Mana shu fonli qo'ri, qo'mmasi qo'y ekan mana sarig'idan deysizmi, qora kashtanidan deysizmi, ko'kidan deysizmi, hammasini olib kelib qo'yibdilar. Bugun xalqimizga arzonroq beraman, ko'proq olib keldim deyaptilar. Dostonbek aka soniga 10 bitta dedingiz aka. Bularning yosh oyligi qanaqa aka buni? 11 oylik, Sanjarbek. 11 oylik.
aka buni bo'ylar necha tushyapti? Ishonish Endi yo'q, asli hamma ishonaveradi aka. Prosta uzoqda ko'rayotgan inson bor ekan misol. Siz bilan misol bo'ldi, Sanjarbek, ha shunday. obunachilar. Shunday ishlaymiz. Mana shu qorani o'shancha, mana shu o'rtadagi qorani o'shancha ashini. Obunachilar buni o'lchashdan maqsad O'lchab sotilmagan. asli o'lchab sotilgan. O, jonivor. Ana. Ha, jonivor, ana. Mana qo'chqorni oling, boqing obunachilar. Endi buni obunachilar uzoqdagi musofirdagilar Ha. uchi o'lchanadi Sanjarbek. Realni kelamiz deysa, lokatsiyalar tashab beramiz. Obunachilar Navodonni tepasiga kelamansiz, Lakasdan Dostonbek ekan o'zlarini shuni tashaverib tepasiga kelib bemalol ko'rib olaverasizlar. Obunachilar, Navodon telefon chaqirtirsangiz ham borgandan keyin bemalol o'lchab olaverasiz. Qo'yimizni bo'yi 89 shyapti. 88 ga o'yna. Bitta ishini ko'rsating-chimi? Qo'zi. Sanjarbek. Aka, mashina o'lchaydi aka bitta. Mashq qo'chqordi ham. Bo'ldi qo'yavering aka. Mashina o'lchaydi aka. Prosta bu uzoqdan misol kimdir musofirdan ko'radi aka, kimdir yosh katta odamdan ko'radi. Olayotgan qo'yi qandayligini bilib olsin-da aka, to'g'risi gap. Bo'ldi, Sanjarbek mana. Obunachilar sizlar uchun o'lchyapmiz. Mana asli o'lchab Birinchisi obunachilar 89 chiqdi. 89, qani? Qolganga ham sotganga ham barakasini bersin. 89. Obunachilar 92 ni ko'rsatyapti, 90 ga olaverasizlar. Borgandan keyin obunachilar xotirjam o'lchab oladi. Chunki Dostonbek akamni iminda men bilgan Dostonbek akamda yolg'on gap bo'lmaydi. Qo'chqorda obunachilar zot yo'nalishida deysizmi, go'sht yo'nalishida deysizmi, olishdan tavsiya etamiz. Ushlang aka buni tishini ham ko'rsatib qo'yinglar buni ham aka. Ya qo'zi Sanjarbek. Yo'q, qo'zi bildik endi aka, men bilib turibman, tepasi turibman aka. Prosta qo'zilarga biz obunachilarimiz ham ishonishsin aka. Hozir. Obunachilar mana qo'zi hali tish yorishiga yana bir qo'yanish aka. Hali tish yorishiga obunachilar yana bir 3 oy bor, xudo xolasa. Obunachilar Dostonbek akani qo'y olishni tavsiya etamiz. Dostonbek aka bo'yini o'lchadi, yoshligini aytdi aka. Kilasi qanaqa kelyapti mashina? Xom taxmin. O'tgan safar aytib o'tib ketdik. Kilasi qanaqa atrofida? Premendan misol 5 kilo tuta, 5 kilo suda qaytganingizda. Toshni ham aytib qo'yaman Sanjarbek. Toshni aytmay bo'lmaydi. Bo'ldi. To'shini 95 kilodan 70 kilogacha olishaversin. 95 kilodan 70 kilogacha. Ha. Bo'yini ham o'sha 92 dan ha? Yo'q, bo'yi 92 dan plus minusi bor. Hammasi 90 bu standart qalbdan chiqmagan jonivorlar. Gapiz yo'q aka. Shu aka mana keyingi qadamni bor, o'ylab qo'yishingizga qo'yiman-da aka. Menga mana bu qo'y yoqdi deysa o'lchab o'zlariga. Telegramdan aloqaga chiqsa, dara o'lchab beraman. Kerak bo'lsa kelasini aytib beraman Sanjarbek. Gapsiz yo'q aka. Endi bular bahosini aytingiz Dostonbek aka. Kelishtirib, yopishtirib bir aka bozor narxidan bor. 500 o'tib beringchi. O'tgan safar 7,5 desam hamma haligi o'ylanib qoldi. Bu safar unaqa narx yo'q Sanjarbek. Qo'zilar narxi tushdimi aka? Qo'zilar narxi tushdi. Voy. 6,5 dan berishaversin. Hammasi bir joyga bo'lsa Sanjarbek. 6,5 million so'mdan. Endi aka shu gapingizga mana qo'lim. Bo'pti, baraka deyishim kerakmi? Siz obunachilar tomon. Menga yaxshi bo'ladi uni. aka obunachilar kashdan olishingizni xohlayman. Tikdumba zotga bossangiz ham bo'laveradi, go'sht yo'nalishida bossangiz ham bo'laveradi. Chunki hammasi tik dumba, osilgan dumbasi, shalpi dumbasi yo'q ekan. Chunki qo'yga qo'shadigan payt ham kelyapti. O'zi yana bir oy, 1,5 oyda o'zi boshlanadi, xudo xolasa mana. Tik dumbasini olib boqaman deganlar bo'lsa, obunachilar Dostonbek aka, qani osilgan dumbasi yo'q. Hammasini boqishga bo'laveradi zot qilib. Kelishtirib ayting narxini. Yopishtirib aytingchi aka. 6 million 300 ming so'mdan qilib Bop baraka deyishim kerak. O'zida bo'ldimi Sanjarbek? Bo'ldi. Men ham so'rayaki obunachilarga Dostonbek bilan tili o'lib ketibdi, bitta o'lib ketibdi. 4 ta video olib, buni nima deyapti deyishmas. Obunachilar hapa bo'larishadi aka. Obunachilar tomon Men bir narsa aytayman. Nima gap gapirsangiz ham chidayman. Obunachilar tomon bo'lib. Bir narsa aytayman aka. Ostonangizga kelaman aka. O'zimda akamga qo'y olayotganda men siz bilan savdolashaman aka. Obunachilar men uchun shunday-da, misol to'g'risi gap. O'zimda akamga qanaqa qo'y olsam aka, realni savdolashyapman siz bilan. Akamga o'sha realni savdolashib olyapmiz aka. Lekin mana qo'chqonlarda aka, obunachilarga aka kelishtirib ayting aka, yo'lda qilib bering aka. Zo'r aytdingiz. Yana tushib ketsam bo'lmaydi. Mana obunachilar uchun, sizlar uchun 6 million 100 dan qilib beraman. Bor aka, gap sizga. Obunachilar 6 million 100 ming so'mdanga. Bo'yi 90 dan baland, qo'zi 11 oylikka to'lib ozgina o'tgani bor. Lekin hali tush buzmagan,
go'sht yo'nalishida boqsangiz ham bo'laveradi, zot yo'nalishida boqsangiz ham bo'laveradi. Keyingisi bularda hozir aqiqa qilayotgan bo'lsangiz, aqiqaga so'ysangiz ham bo'laveradi. Bironta bir chiroyli marosim bo'ladigan bo'lsa, o'tkazsangiz ham bo'laveradi. Hammani yaxshi kuniga ishlarsin. Qo'chqorni boqishdan maqsad aytaymi? Inson tug'ilganda ham qo'chqor so'yiladi, ketganda ham qo'chqor so'yiladi. Chunki baraka so'zi bilan Xudo xolasa olgan inson baraka topadi. Dostonbek aka, shuncha gapga bor aka. Men sizni maqtaganim yo'q, to'g'ri aka. Maqtaganim yo'q aka. Shuncha gapga bitta chiroyli so'rayman aka. Ya. Men boshida aytdim, bozordan 500 ming, 500 ming, 400 ming arzon qo'yib turavering, zuv ketaveradi aka. Qo'yingiz bitta qolmabdi o'tgan siparagidan aka. Mazaq sotdingizmi aka? Bitta so'rayman aka. Hop, qani. O'zingiz bilib o'tib berasizmi? Yo'q, ammo men o'tib beradiganimda o'tib berdim. Hammasini bir joyga oldim degan 6 million so'mdan qilib berasiz, Samarqandgacha yetkazib berasiz. Aka ichidan tanlab olamiz deysiz, o'zlaring kelishib olasizlar. Aka bo'laveradimi? Xursand bo'lasizmi? Biz obunachilar. Alloh bor aka. Obunachilar 6 million so'm. Hammasi bir joyga tanlab olishga kelishamiz. Obunachilar Dostonbek akamdan qo'ydi, bemalol olaveringlar. Xohlasangiz o'lchab oling, xohlasangiz taroziga qo'yib oling, xohlasangiz uzunligini o'lchab oling, farqi yo'q. Lekin men realni Qo'chqor tepasida turibman. Bozorga chiqsangiz ham, lekin o'g'il bola gap yana bilmadim 6 million so'mdanga bunaqa qo'chqor bermaydi obunachilar. Bemalol xotirjam borib ko'raveringlar. Mana obunachilar, mana shu qo'chqorni zotga bossangiz ham bo'laveradi. Tikdumba, simjun variantida. Mana oyoq qo'llari ham baquvvat, hali ko'p ichida. Hali qo'zi, qo'chqorlar nimasiga? Asosan uzunligiga e'tibor bering. Qo'chqorda bo'yi 70 chiqdimi, uzunligi ham 70 chiqyaptimi? Значит, kvadrat qo'chqor bo'ladi-ku. O'shanga aytibman, olinglar. 6 million 100 ming so'mdan hammasini bir joyga yetkazib beradilar. Samarqandgacha tepasiga kelaman desalar, lakastalarni tashlab berasiz, tepasiga kelib bitta achchiq cho'ydanlab qo'yasiz, kelib savdo qilishadi. Sunnatiga eshitib turing. Sunnatiga yana nimada o'tib berasiz bo'lsa, bitta uzoqdan kelgan bitta osh qilib berasiz. Kelishdek aka. Oshi mendan, qo'limizdan nima xizmat kelsa qilamiz. Xo'p. Alloh barakasini bersinmi? Barakasini bersin. Bor aka. Bo'lmasa navbatda obunachilar ikkinchi partiyamizga beraveramiz. Videoni shulargacha ko'rdingizmi? Kommentarga yozib qo'yish esdan chiqmasin. Like-ni bosib, obunachi tugmachasini ezib qo'yinglar. Keyin yaqinlarga ulashib qo'yinglar obunachilar. Bo'lmasa navbatda keyingi partiyaga. Ikkinchi partiyasiga ham deyarli farqi yo'q variantida mana. Dostonbek aka, soniga nechta aka bu? 6 ta soniga. Hammasi qo'chqor buni ham aka. Qo'chqor. Lekin pichmasi yo'q. Gap so'zi yo'q. Aka, u o'zi asli ikkoni bitta qilsangiz ham bo'lar ekan. Ularda Sanjarbek, men o'ylanib qolandim-da, hali pulim kamroq deb telefon qilmay qolishmasin deb buni necha pastroq qilib qo'yib beramiz Sanjarbek. Maqsad xalqimizga ko'proq arzon yetkazib berish. Aka, siz o'tizga rahmat aka. Ana shunaqa gaplaringiz bormi aka? Mana obunachilar qo'chqorlarni o'sha turini, zo'rini olib boqaman, tikdumbalarni olib boqaman deydigan obunachilarimiz mana. Olishda endi. Aka, buni soniga 6 bosh. 6 bosh bo'lsa bitta obunachini qo'y. Qo'chqorlar lekin obunachilar yemini yeb turgan yerdan video qilinyapti. Hammasi tikdumba. Zot yo'nalishiga ham ketaveradi, bu ham go'sht yo'nalishiga ketaveradi. Obunachilar, mana bunisi zotga bo'lmaydi to'g'risiga, lekin qolgani 5 yoni oling. Zotga boqaman sizdan bo'laveradi. Chunki hammasi uzunlikka uzun, liniyasi toza qo'chqorlar ekan. Hammasi bir qo'rashkilar aka buni. Bir qo'ra. Mana obunachilar. Mana qo'chqor. Qo'zologidan bir joyda yurgan. Mana qo'chqor. Dostonbek aka, bo'yi qanaqa chiqyapti buni? Sanjarbek 85 plus minusga olishaversin. 85 plus minus. Obunachilar bo'ylari 85 atrofi. Yosh oyligichi? Yosh oyligi 11 oylik Sanjarbek. 11 oylikka to'lgan variantida. Obunachilar 11 oylik endi plus minusi bordir. Tepasida bo'lmaganmiz, hammamiz bandamiz. Hali yolg'on ma'lumot berib qo'ymaylik. 11 oylik atrofida ekan. Dostonbek aka, buni aka ko'p maqtamaymiz. Asli bitta obunachimizni qo'yi. Bitta olamiz desam, 6 obunachimizni qo'yi ekan aka. Albatta, Sanjarbek. Qurbonlikka olib, maza qilib boqishadi, bo'lmasam bitta aql qilayotgan inson bo'lsa, shuni so'yishadi, go'shtga to'yib, otangga rahmat deb qo'yishadi. Qo'ylar 80% tayyor Sanjarbek. Yemini yeb turgan joydan deyapmiz. Bexijolat, sog'lik salomatligiga bir hafta kafolati bor. Mana unga 6 million so'mdan pul berishaveradi. Kapsiz yo'q aka. 6 million so'mdan. 6 million so'mdan. Buni aka oyligi bir xil bo'lyapti-yu. Yosh oyligi hammaga bir xil bo'lyapti. Bo'yi ham bir xil bo'lyapti.
5 so'm kam bo'lyapti aka. 85 deyapsiz misola. Hop, 85 Aka, deyapti. xayringiz bormi? Xayrim bor. Nech pul aka? 200 ming so'mdan kam bersin. 58 dan. Bor aka. Obunachilar 2 million bo'lsa obunachilar. obunachilar 5 million 8 ming so'mdanga bo'ldi. Olishdan tavsiya etaman. Lekin uni oshib men so'ralmayman, so'ragani ham hijolat, chunki bozor akasingiz ham 6,5-6 milliondan tepa aytishyapti. Lekin do'stlarim aka mana yo'lida narxida chiroyli qilib qo'yaptilar. Olinglar, boqinglar, madoq xolasi baraka topasizlar. Lekin qo'shqorlar tepasi realni turibman, tepasiga realni shuni ko'raman degan inson bo'lsa, qo'shqorlar ideal holatda. Olgan pulga arziydigan holatda turibdi mana hammasi. Olishdan tavsiya etamiz. Bo'lmasa biz navbatda keyingi partiyamizga qanaqasini aka? Siz sariqlardan aka. Siz yo keyingi partiyamizdan sariqni navbatda beraveramiz. Ammo o'tkazib yormasdan ko'ryapsizlarmi? Bittadan like bosib, kommentarga yozib qo'yish esdan chiqmas obunachilar. Ammo obuna ham bo'lib qo'yinglar. Sizlar 3-partiyasiga qanaqasini olib chiqargan deydigan bo'lsangiz, obunachilar 3-partiyamizga mana o'sha Edilbay Arashan sortidan so'raganlarga mana oyoq qo'li uzun kelajagi bor qo'chqor so'raganlarga mana oppog'dan deganga oppog'dan. Sal oxirog'idan degan sal oxirog'i garbonos qarang obunachilar. Garbonoslar o'ta tiniq holatda turibdi. Chunki qo'chqorda o'zi shuni ko'rsangiz qo'zimi bu yo qo'zilikdan o'tyaptimi? O'zi qo'chqor o'zi yuzi aytib beradi qo'chqorlar to'g'risiga. Chunki haligi garbonos boshqacharoq bo'lsa, demak u qo'zi. O'zi bunday g'urra bo'lishdi, monanga o'xshagan mana. G'urra bo'lishni boshlagan bo'lsa, bu o'zi katta qo'chqor bo'layotganligi dalomatini beradi. Dostonbek aka, soniga aka? Soniga 5 tasan. 5 bosh aka. Xo'p. Aka buni yosh oyligi qanaqa Yosh oyligi 9-10 oylik Sanjar. 9-10 oylik atrofida. Obunachilar mana dumba razrizlari joyida. Xo'p, Dostonbek aka, bularni bo'yini nechiga berib beramiz aka? 80 pilis milisda. Obunachilar mana oqidan so'raganlarga, Hoji tog'alarga. Hoji tog'a mana oppoq qo'chqorni olib tashab qo'ying. Hashak ishini ko'rsangiz, maza qiladigan paytda keldi mana zo'ridan xudo xolasa. Ola qora parodasi deydi-yu. Bu go'sht zo'r beradi Dostonbek aka. Yo'q qiladigani. Dostonbek aka, buni narxini aka nech pul aytamiz? Sanjarbek narxi Bismillahirrohmanirrohim. 5 million 800 ming so'mdan. Kamichi. Yomon emas lekin qo'ylar arziydi. Yomon emas, zo'r aka. Men aka mashaga kelib aka qo'yaman sizdan video qo'yaman aka. Boshqadan qo'yganimiz yo'q misol, to'g'risi gapda. Buni aka kelishtirib yopishtirib turing. Bitta gapiring bor-ku. So'ramaydigan qayting video cho'zilib ketyapti. So'ramaydigan bitta ayting qaytib so'ramayman aka. O'g'il bola. 5 million 500 ming so'mdan. Bor aka. Yaxshi, otangizga rahmat. Obunachilar 5 million 500 ming so'mdan olishdan tavsiya etaman. Chunki men qo'yishdan maqsad qo'chqorlar to'g'risiga haligi bo'ybastiga kilasini bunday chamalab ko'rasizda, o'shanga qarab so'raveraman-da. Chunki 5 million 500 ming so'mdanga olayotgan qo'chqorlaring arziydigan holatda. Chunki kilagacha siz ham kelaveradi-da. Olishlaringni tavsiya etaman qo'chqorlar 5 million 500 ming so'm. Lekin bozor aka siz ham sut endi qo'zi babachayda ham 5 million so'm, 4,5 million so'm, 4 million so'm deyapti. Bularni haqiqatga so'ysangiz bo'laveradi. Bitta haqiqatni dahshat qilib o'tkazaveradi, xudo xolasa. Bo'lmasa navbatda keyingi partiyamizga beraveramiz. Dekabrski qo'zi qidirayotgan aka-ukalarimizga noyabrski, dekabrski qo'zi qidirayotganlarga bo'lsa, mana Dostonbek akam olib kelib qo'yibdi. Xo'p, Dostonbek aka soniga nechta aka bular? Soni 5 ta Sanjarbek. Soniga 5 ta. Aka qo'chqor sovliq. 2 ta urg'ochisi bor, 3 ta qo'chqor Sanjarbek. Lekin ashi irg'ach bo'ladigan bo'lsa ham aka buni kashdan turibdi-yu. Nomer 1 sovliq chiqadi. Kim oladigan bo'lsa ham kashdan sovliqdi. Uzunlikka ham uzun ekan, gavdasi ham oyoqli qo'y ekan demoqchiman. Chunki qo'yni ichida yuramiz, bilamiz. Olishdan tavsiya etamiz. Hammasini bir joyga oling. Narxini chiroyli qilib beradi Dostonbek aka. Aka, bularda yosh oyligi qanaqa aka? Dekabrski deb qo'ydim aka. Dekabrski, qo'zim tushunganligim uchun dekabrski deyordim. Ha, dekabrski qo'zilar. Dekabrski. Aka, bularda bo'yi nechiga berib beramiz? Sanjarbek 75. 75 pilis minusda. Chunki hammasi 75 rovni chiqolmaydi. Lekin misol borgandan keyin o'lchab olasizlar. Chunki 75 pilis minus deganda baland bo'lsa ham sizga
pasti menimcha yo'q ekan. Lekin real tepasi turibman. 75 ga olaverasizlar. Xo'p, Dostonbek aka, buni ko'p maqtamayman aka. Chunki bu qo'zi-da aka. Qo'zi qo'chqor bo'lib qolmaydi. Boqsa qo'chqor bo'ladi aka. Albatta boqish Hop, kerak. buni boqish kerak aka. Xudo xolasa bitta obunachimiz shuni olib turib, shuni tashlatsa, hash-pash deguncha Otanga rahmat deyshadi, uni sovloqda bor, boyaga aytib ketgan sovloq. kashdan sovloq yomon yo'qdi o'zi obunachilar. Ishonavering, barini puliga o'sha sovloqni o'zini yetiltirib sotadilar agar. Kim bitta obunachi olsa, ana sovloqni o'zini puli bosib qoladi hammasini pulini, ishonavering. Zoti inasini Mana obunachi. buni. Mana bu sovloqda aytyaptilar. Haqiqatdan aytganlaricha bor ekan. Haqiqiy kashdan svitdagi sovloq. Tojikistonda toza sari onasi ham 1 metr oshiq qo'y bo'lganda buni. 1 metr oshiq. Lekin Dostonbek aka, hop. Buni aka uni deyapsiz, yakka sotamizmi? Bari bir joyga bo'lsa-da, Ha. ish yengilroq bitadi. Yakka ham sotaveramiz. Lekin barini bir kishi olsa maza qilsin, Sanjarbek. Ikkita qo'chqor, 3ta qo'chqor, ikkita sovliq. Nech pul narxi? 3 million 500 ming so'mdan bo'lur savdosi, haligisi yo'q. Bor aka, otizga lekin boru. Bitta gapingiz bor, tan berdim lekin obunachi so'ragani hijolat 3 million 500 ming so'mdanga realni tepasiga kelib ko'rsangiz telefonda sizga qanaqa ko'rinyapti bilmayman, lekin bozorga taqqoslab ko'rgan taqdiringizda ham 3 million 500 ming so'mdanga obunachilar qo'chqori ham arziydi, sovlig'i ham arziydi obunachilar. Dostonbek aka, Voy bu Sanjarbek. maqtagan sovliqda birinchi obunachimiz, mana shu sovliqda shuni o'zini Dostonbek nech pulga yetkazib berasiz desalar, bitta o'zi nech pulga yetib boradi? Sanjarbek, uni men hozir sizga aytgan, mana obunachilarga aytgan pulga bor-ku. 500 ming ustiga bermaganman. Shu 5 yil bir joydaligi uchun 3 million 500 ming so'mdan bo'lyapti. 4 million bermaganmiz? Yo'q, gapni ko'paytirmadim. 4 millionga bermaganman shu sovliq. Dangalga 5 yil bir joyda bo'lsa, mana 3 million 500 ming so'mdan olsin, rahmatni aytib qo'yishadi. Dastlabkasi meni bo'ynimga. Bor aka, qayergacha aka? Qoraqalpoqqa emasmi axir? Samarqand. Qoraqalpoqdan telefon qilishsa-chi? Qoraqalpoqdan telefon qilishsa kelishamiz. Samarqandgacha men undan u yog'i Hoji akandan bo'laman. Aka, siz lekin yana shunaqa gapingizga bormanda aka. Obunachilar Dostonbek aka bemalol telefon qilaverasiz. Chunki bu yerda bo'lsangiz ham Xudo xolasa ishingizni bitiringlar. Hali 50 so'm 100 so'm qaraydigan inson emas. Mard insonga telefon qilyapman deng. Mard inson bilan gaplashavering, ishingiz zo'r bitaveradi aka. Olishingizni tavsiya etaman. Bo'lmasa biz navbatda Sanjarbek 3 millionga zo'r qo'ylarim bor. 3 million. Idilboy Arashan deganlaringizni. Bor. Beraman, obunachilar o'tkazmay kuzatib turinglar. Qo'ylarni zo'ri endi chiqar. Dostonbek aka, bu oxirgi qo'yamizmi aka? Mana shuni ko'rsatib. Oxirgi partiya. Yo'q, bor hali bo'ldi, zerikdik o'zi. Juma mahal bo'ldi-da Sanjarbek. Yo'q aka, bo'yi nechi buni? Bo'yi 60 plus. 60 plus. Hop, yosh oilagacha. Qarang. To'rtga yaqin Sanjarbek. 4 oyga yaqin. Lekin obunachilar sutdan chiqqan, yem bersangiz ham yeyveradi, hashak bersangiz ham yeyveradi. Misol, hop, Dostonbek aka, buni narxi nech pul aka buni? Sanjarbek aytdimi boya? Ha. Boya video davomida aytib ketdim, 3 million gapda zo'r qo'zim bor dedim-ku. Ha. Ishonavering, olib boqsin, otaga rahmat deyshadi. Yo'q. Gapni ko'paytirmaylik, vaqt kam. 3 million bo'lsa, olishsa mana barakasini bersin. 3 million so'mga. 3 millionga. Bitta aytaymi, bitta gap kelib qoldi. Hamma qo'yingiz bor-ku. Bitta odamga shuni qo'shib berasizmi? Sanjarbek, bundan kattasini qo'shib beraman. Voy, kamsiz joyga yetib kelganman. Ham arzon bo'ladi, ham sifatli bo'ladi, ham sog'lom bo'ladi. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishloqiga keldingizmi? Mana shu Tunukaga aka, shu Tunukaga banner deb yozib qo'ygan ekan, Saroy deb yozgan yerga bir kelib ketding aka. Qo'y olmasangiz ham bor, kelib, otangga ham shuncha chiqaryapsan ekan deb qo'ying. Obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmas obunachilar. So'zlarimizda, gaplarimizda xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan o'zi so'ragan holatda xato kamchiliklarimiz bo'lsa, tagiga yozib qo'yinglar. O'sha xatoni qilmaslikka harakat qilamiz. Bundan tashqari